Qo'qon shahar 2-bolalar va o'smirlar sport maktabida sportning suzish turi bo'yicha viloyat birinchiligi o'tkazildi. Unda Qo'qon shahri, atrof tuman va viloyatdan kelgan 10 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sportchi yigit-qizlar g'oliblik uchun astoydil harakat qildilar. Qo'qon shahar 2-bola o'smirlar sport maktabi suzish havzasida suzish sport turi bo'yicha viloyat birinchiligi o'tkazildi. Musobaqada jami 200 nafardan ortiq ishtirok etishdi. Bu Qo'qon shahar, Farg'ona shahar, Marg'ilon, Beshariq tumanida yosh suzuvchilar qatnashdilar. Musobaqani Qo'qon shahrida tashkil etilganligi albatta Qo'qon shahrida suzish sportini yanada rivojlantiradi va aholi o'rtasida albatta ommalashtiradi. Sportchi yoshlar 50 metrdan 400 metr masofagacha erkin suzish, butterfly, crawl va chalqancha suzish usulida bellashdilar. Birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinni egallagan yigit-qizlar diplom va medallar bilan taqdirlandilar. Men suzish sport turi bilan 5 yildan beri muntazam shug'ullanib kelaman. Bugungi o'tkazilgan musobaqada 400 metr erkin usulda birinchi o'rin, 100 metr chalqancha usulda ikkinchi o'rin sohibasi bo'ldim. Kelajakda orzularim juda ham ko'p. Meni maqsadim jahon chempioni bo'lish. G'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlar endilikda respublika miqyosida o'tkaziladigan musobaqada bellashadilar. Biz esa ularga zafarlar tilab qolamiz.